Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Barcha sohalar bosqichma-bosqich raqamlashtirishga o'tmoqda va bu jarayonlarda tabiiyki axborot texnologiyalari yo'nalishi ham ancha taraqqiy etib boryapti. 5-6 yil ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yo'nalish u qadar ommalashmagan edi. To'g'ri, axborot texnologiyalariga qiziquvchi yoshlar bisyor bo'lgan, lekin ularni aynan mana shu yo'nalish bo'yicha bilimlarini mustahkamlash uchun sharoitlar hamin qadar edi. Bugun esa hatto maktablardan tortib bu bilim va ko'nikmalar orttirib borilmoqda. Hududlarda raqamli shaharlar, IT parklar, qolaversa IT akademiyalari tashkil etilyaptiki, bu axborot texnologiyalari yo'nalishidagi yoshlar salmog'ini oshirishga xizmat qilmoqda. Andijon shahrida joylashgan IT akademiyasi axborot texnologiyalari yo'nalishiga kirib kelayotgan yoshlarning ilk pillapoyasi deyish mumkin. Ushbu obyekt 2018-yilda o'z faoliyatini boshlagan va o'sha paytda faqatgina robototexnika yo'nalishi mavjud edi. Yildan yilga o'sish kuzatilyapti. Hozirda 5 ta yo'nalish bo'yicha yoshlar qamrab olinmoqda. E'tiborli tomoni, aynan bu joyda 9 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar axborot texnologiyalari yo'nalishida ta'lim tarbiya olishadi. Bugunga qadar IT akademiyasida minglab o'quvchilar eng zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha tahsil olgan bo'lsa, ularning 60% faoliyatini yo'lga qo'yishga ham ulgurdi. Quvonarli hol. Ayni paytda ham 200 ga yaqin yosh mehnat bozorida eng talabgir 6 ta yo'nalish bo'yicha o'qimoqda. IT akademiyamiz 2018-yil tashkil topgan. Muhtaram prezidentimiz 2017-yilda e'lon qilgan 2017-yil 2030-yil harakatlash strategiyasi bor edi. Shu harakatlash strategiyasida ham aynan shu kompyuter savodxonligi yo'nalishlari, IT yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilgan bitta bo'lagi bor edi. Shu bo'lagidan ilhomlangan tarzda biz IT akademiyamizga asos solganmiz. Asos solgan vaqtimizda bitta dona yo'nalishda boshlaganmiz. U yo'nalishimiz faqat robototexnika bo'lgan, chunki akademiyamizning asoschisi Toshkentdagi Turin Politexnika universitetida o'qigan. Shu universitetda aynan mana shu injinering sohasida o'qigani uchun men o'zim 20 yoshda, 22 yoshda o'rgangan narsalarim juda oddiy narsalar, andijonlik yoshlar bemalol eplay oladi degan fikr bilan boshlangan. Rostdan ham biz boshlagan vaqtimizda ko'pchilik qiziqish bildirgan, bolalarni olib kelib topshirishgan, bolalarda zo'r natijalar bo'lgan. O'quvchilarimizda undan keyin biz bolalarni mana robototexnika o'qib tugatishdi. Bular boshlang'ich Scratch dasturlashtirilishini o'rganishdi, elektronikani o'rganishdi. Endi bularni qanday davom ettirib, yana ham rivojlantirsak bo'ladi degan savol bilan keyin dasturlash kurslarini ham qo'shganmiz. Dasturlash kurslarini qo'shdik va rivojlanib borgan sari Andijonda ham IT sferasi paydo bo'lib, ancha rivojlanib qoldi. IT sferasi paydo bo'lgandan keyin boshqa yo'nalishlarga ham talablar oshib ketdi. Masalan, grafik dizayn degan yo'nalishga yoki bo'lmasa 3D modellashtirish yo'nalishlariga bo'lgan talablar oshib ketdi-da, ko'pchilik bizdan so'rashni boshladi. Xo'p, dizayn yoki bo'lmasa dasturlashni boshqa yo'nalishlari, masalan, mobil dasturlashga o'xshagan yo'nalishlarni ham qo'shib beringlar, men farzandimni olib kelaman sizlarga degan ota-onalar ko'paygandan keyin sekin yo'nalishlarimizni ko'paytirib boshladik. Mana 2018-yildan beri aynan shu robototexnika yo'nalishida o'quvchilarni o'qitib kelamiz. O'quvchilarimiz ham O'zbekistonda, ham xalqaro miqyosda musobaqalar, olimpiadalar g'oliblari bo'lib kelishyapti. Bunga misol qilib 2020-yili karantin boshlanishidan ozgina avval biz o'quvchimizni Koreyaga jo'natganmiz. Xalqaro robototexnika musobaqasiga. Shu musobaqada o'quvchimiz 3-o'rinda olib kelgan. Bu birinchi natijami shunda? Bu birinchi natija edi. Xudoga shukr, hozir natijalar borgan sari ko'payib boryapti. Shundan beri bizga odat bo'lib qolgan. Har yili eng kamida 2 ta mahalliy, bitta xalqaro musobaqaga robototexnika yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimizni olib chiqamiz degan odat shakllanib qolgan va shu odat bo'yicha mana bu yil ham musobaqaga o'quvchilarimizni jo'natdik. O'quvchilarimiz 10 yoshli o'quvchilarimiz ham musobaqaga borishadi. Keyin bu robototexnika yo'nalishlarida asosan ilmiy tomoni kuchli bo'lgani uchun hali yosh unga qarab chegaralanmaydi, faqat robotlarga qarab chegaralanadi.
Bizda ikkita 10 yoshli o'quvchimiz bitta jamoa bo'lgan, musobaqada qatnashishdi va shu musobaqada finalga yetganda yiqilib qolishdi. Muhimi finalgacha borish. Ha, finalgacha borishdi. Undan tashqari asosiy qatnashchilar orasida eng yoshi shu o'quvchilar edi. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, biz 20 yoshda erishgan natijalarimizga andijonlik yoshlar vaqtliroq erishsin. Xo'sh, bugun necha yoshda mana shu dastlabki bilimlarni olyapti ular? Xo'p, hozirgi aytganimdek, bizda o'quvchilarimiz 9 yoshdan boshlab qabul qilamiz. 9 yoshdan boshlab o'qishni boshlashadi-da, ularga xalqaro miqyosda ham aynan bolalar uchun moslashtirilgan dasturlash tillari yoki bo'lmasa bolalar uchun moslashtirilgan metodikalardan foydalanib o'qitamiz ularni. Va ularga shu sohaga yana ham qiziqtirish maqsadida har xil xalqaro va milliy musobaqalar, har xil o'yinlar asosida ularga o'rgatib kelamiz. Endi 9 yoshdan kirgandan keyin bolalarda fizika, matematikaga bo'lgan qiziqish sal pastroq bo'ladi. Ko'proq amaliy jarayonlar muhim. Amaliy jarayonlar muhim bo'ladi. Biz shu fizika va matematikadagi teoriyalarni amaliy jarayonda qo'llab ko'rsatib berganimiz uchun o'quvchilarimiz rosa ko'pini maktabdagi fizika, matematikadan hammasini baholari a'lo. Har bir yo'nalishda eng avvalo informatika va mantiqiy bilimlar kerak bo'ladi yoshlarga. O'qish jarayonida startap loyihalar qatori mana shu ikki sohaga oid ko'nikmalari ham baravar shakllanadi ularning. Muhimi, bo'sh vaqt, bekorchi ishlar o'rnini aniq maqsad, bosqichma-bosqich o'sish egallaydi. Kichkina yoshdagi bolalar asosan qiyinchiliklarimiz ularda xarakterlari bilan bo'ladi. Yoshi kichkina bola asosan bilasizlar qaysar yoki shunga o'xshagan o'zini xarakteri bo'ladi. Shu taraflama ozmuncha qiynalamiz, lekin qiziqtirish bo'yicha yosh bolalar yangi narsani iloji boricha tezroq o'rgangisi, o'taligi qiziqqon bo'ladi. U shu taraflama bolalarda bizni yutug'imiz bo'ladi. Eng paytda yosh bola 9 yosh, 13 yosh atrofidagi bolalar, ya'ni injenerlik sohasiga rosa qiziqayotgan yosh payti bo'ladi. Shuning uchun bizda unchalik ya'ni qiziqtirish bo'yicha unchalik muammo bo'lmaydi. Bolalarda o'zi iloji boricha juda ham ko'p talpinadi, o'rganishga, qani, ya'ni iloji boricha tezroq o'rganishga juda ham qiziqishadi. Hozirda bir 10 ta 20 tadan ortiq yosh kichkina o'quvchilarimiz bor. 9-11 yoshidagi shogirdlarimiz bor. Ulardan bittasi Otabek. Eng qiziqon o'quvchilarimizdan biri. Men vaqtim bo'shashiga yo'q, ertalabdan kechgacha vaqti bo'sh bo'lishidan yo'q, mana shu o'quv markazimizda meni oldimda bo'ladi. Dars vaqtidan tashqari, undan tashqari men qaysi payt bo'sh bo'lsam, meni oldimda o'rganib, qiziqib yuradi. Undan tashqari elektronikada juda ham ko'p yutuqlari bor bu bolani. Kichkinaligimdan o'zi AIZga qiziqqanman. O'sha keyin bitta muammo bo'lgan. Adam uyga ichadigan narsalar olib kelganda o'zim ocha olmasdim, kuchim yetmasdi ochgani. O'shdan keyin bitta motor degan narsani bilib qolganman. Tok berganda o'sha simlardan magnitniy pola taratib, uni narigi magnitlar bilan magnitniy polasi urushib aylanishini bilganman. O'shani baklashkani qopqog'iga qilib qo'ysayki, motorimni yoqqanda o'zi ochib berishiga qiziqqanman. Keyin o'sha qilib ko'rganman, bo'lgan. O'shadan beri elektronikaga qiziqish boshlangan, keyin robototexnikaga kirganman. Kirganimda yoshim kichkinaligi uchun olishmagan, keyin u yerda Lego bo'lgan. Men endi Legoga qiziqmayman, haqiqiy o'sha temir tersak o'sha narsalar bilan yasagani qiziqqanman. Nimalar o'rgandingiz bu yerga kelib? Bu yerga kelib men birinchi registr degan narsani bilganman. Registr buki o'sha har xil ohm degan narsa bor. Toki urushiga pasaytirib balandlattiradigan narsa bor. Uni har xillari bo'ladi. Ba'zilari ko'proq pasaytiradi, ba'zilari juda ham pastga pasaytiradi. O'shalarni o'rganganman. Kondensator, induktor o'sha narsalarni o'rganib, bugungi darsda hozir tranzistorni o'rgandim. O'sha men bellashuvga Toshkentga borishini bilganman 1 oy avval. O'shanga qattiq tayyorgarlik ko'rganman robotlarni yasashga. Keyin bitta anaqa qiyinchilik bo'lgan. Men hali dasturga kelmadim-ku. U robotni dasturlash kerak bo'lgan. Keyin o'shanga bitta aka yordam bergan dasturlaganga, o'shungacha muammo bo'lgan. Hozir yaxshi. Salkam yaqin bo'lib qoldi. 1 hafta avval Toshkentga bordim. Finalga yetadigan bosqichida yutqazib qo'ydim. O'rtog'im, sherigimning roboti yaxshi ishlamay qoldi o'sha bilan. Qanaqa robot yasadinglar musobaqa uchun? Musobaqa uchun pultli robotlarimiz bo'ladi. Telefondan boshqaramiz. Har xil anaqalari bor. Bizniki robot futbol. Men robot futboldan qatnashganman. Boshqalar robot sumo o'shaqalar bor.
o'sha g'aladan qatnashishgan. Boshlanishiga finalgacha boribsiz. Endigi maqsad birinchilik bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, albatta, yana 15-16 kunlari Toshkentda yana bo'ladi bellashuv. Hozir endi eski robotimga nisbatan kuchliroq, qattiqroq robot yasayapmiz 3D printerdan. Bu musobaqada birinchilikni qo'lga kiritaman. Zamonaviy kasbga o'qiyotgan eng kichik bolaning maqsadlari shu qadar ulkan. U ertaga viloyatdagi "Mana menman" degan dasturchi bo'lishni, o'z bilimlarini foydali tashabbuslarga yo'naltirishni reja qilmoqda. O'quvchilarimizni ikkita yo'nalishda qabul qilamiz. Birinchisi 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar. 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimizni avval tepadagi qahramonlarimizga o'xshab robototexnika yo'nalishida qabul qilsak, 15 yoshdan kattalarga biz IT Foundation kursini taklif qilamiz. Bu kursda ular o'zlarini IT sohasini qaysi yo'nalishida qobiliyati borligini ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zlarining imkoniyatlarini ko'rishib olgandan keyin va ustozini tavsiyasi bilan ular dasturlash, grafik dizayn yoki bo'lmasa 3D modellashtirish yo'nalishlariga jalb qilinadi bolalar. O'zlari ham tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ularning o'qish muddatlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, dasturlash yo'nalishimiz uzoqroq muddat davom etadi. 1 yildan oshiqroq muddatda biz ularni mutaxassis darajasida tayyorlay olamiz. Endi dizayn yoki bo'lmasa 3D modellashtirish yo'nalishlarimizni 1 yilda atrofida vaqt ketadi. Shunda ham har birini professional mutaxassis qilib tayyorlanishi uchun to'liq mutaxassislik bilimlarini berib boramiz. Masalan, dasturlashdaglar, dasturlashda o'zi 2 qismga bo'linadi, front-end, back-end qismlariga bo'linadi. Dasturlashdaglar to'liq front-end, back-end o'rganadi. Dizayn yo'nalishidagilar u ham 2 xil yo'nalishga bo'linadi, grafik dizayn va web dizaynga bo'linadi. U ikkalasini to'liq o'rganishadi. 3D modellashtirish yo'nalishidagi bolalarimiz ham xuddi shunday, avval maketlarni o'zini o'rganishadigan bo'lsa, keyinchalik uylarni interyeri, eksteryerini o'rganishadi. Ya'ni arxitektor bo'lib ham chiqishi mumkin bu yerda. Biz iloji boricha shu narsani maqsad qilib olganmiz. Andijondagi deyarli hamma injenerlar bizdan chiqqan bo'ladi degan maqsadni oldimizga qo'yib olganmiz va injinering sohasidagi hamma yo'nalishlarni bizdan topish mumkin bo'ladi. Bugun real bir buyurtmalar asosida ishlayotgan o'quvchilar ham bormi? Aha, bor. O'quvchimizning ismi Abdurahmon. Abdurahmon hozirgi kunda real proyekt bilan ishlayapti. Bizga yordaminglar kerak deb ko'pchilik kelishadi. Biz o'zimizning kompaniyamizni tuzib olganmiz. Bu kompaniyamiz shu IT sohasi bo'yicha dasturlash yoki bo'lmasa interyer, eksteryer binolarda arxitektura tomonlama yoki bo'lmasa boshqa marketing tomonlama tadbirkorlarga yordam ham berib kelamiz. Hozir bu ukamiz o'zi tushuntirib beradi. Bitta yaqinda bitta akamiz o'zini uyini boshqatdan dizayn qildirib, bir chiroyliroq, qulayroq uyda yashay deb kelgandi. Biz o'quvchimizga yo'naltirib berdik. O'quvchimiz hozir shu uyda boshqatdan dizaynini tayyorlab chiqyapti. Xo'sh, qanchalik uddalayotgan ekan, bizga tushuntirib bersin-chi? Mening ismim Abdurahmon, yoshim 15 da. Men bu yerga robototexnika sohasiga qiziqib keldim va robototexnika sohasini bitirdim. Va o'zlarim ishlarimni bemalol qila olaman. Men robototexnika sohasidan so'ng 3D dizayn sohasiga o'tdim. Qanaqa loyiha ustida ishlayapsiz? Men hozir real proyekt oldim. Ya'ni bu proyektimiz o'lchamiga asosan yuvinish xonasini dizaynini qilib berdim. Bu yerda modeli va bu yerda bitkazilgan holati. Undan tashqari o'z uyining zali uchun yangi dizayn qildim. Bu mehmonxonamizning yangicha ko'rinishi. Bu yerda modelimiz va bu yerda bitkazilgan holat. Mana shu loyihalarni tayyorlash uchun qancha vaqt ketadi? Bu loyihani men 2 haftada tugatdim. Mana shu ishni boshni tutganingizdan keyin qancha daromad topishingiz mumkin? Interyer dizaynimizda kvadratiga $7 pul olinadi, uyning kengligiga qarab. Biz bundan tashqari modelning o'zini ham yasab, chizib bitkazib beramiz. Bu modellarimizni o'zining hashamdorligiga qarab $10, $20, $30, $100 gacha chiqib ketadi. Bir oyda qancha topa olasiz? Bir oyda $200 ga yaqin pul topsam. Bu birgina o'quvchimizning yutuqlari. Bunaqa misollardan ko'plab keltirishimiz mumkin. Masalan, hozirgi kunda kursni bitirgandan keyin o'zimiz jamoamizda, xalqaro kompaniyalarda yoki bo'lmasa mana shu O'zbekistonda o'zida bo'lgan IT kompaniyalarda ishlayotgan, amaliyot qilayotgan o'quvchilarimiz anchagina chiqadi. Bulardan tashqari yana yutuqlarimiz ham bor. Hali
to'g'ridan to'g'ri davlat e'tirofiga ham sazovor bo'lganmiz. Masalan, bitta o'quvchimiz aynan shu yo'nalishda qilgan ishi uchun 15 yoshida shaxsan prezidentimiz tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlangan. Yoki bo'lmasa boshqa o'quvchilarimiz, mana ko'plab o'quvchilarimizni birinchi o'rinda o'zimizni jamoamizda ishga olib qolishga harakat qilamiz. Hozir o'zimiz jamoamizda 5 tadan ortiq o'quvchimiz faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ularning oylik daromadi qanaqa bo'lyapti? Oylik daromadlari ko'pchilik bu sohadagilar oylik daromadiga qiziqib kirishadi. Oylik daromadi boshlanishiga masalan 300-400 AQSh dollardan boshlanadi. Keyinchalik o'zini tajribasini, bilimlarini ko'targani sari oylik daromadi ham tajriba bilim bilan parallel ko'tarib boriladi. Mana suhbatimiz davomida bosqichma-bosqich tanishib kelyapmiz-da. Kichik sinflarni, o'rta sinflarni ko'rdik va tabiiyki oliy ta'limga borib taqalyapti. Bu bilan o'zaro hamkorlik ham yo'lga qo'yilganmi sizlar? Albatta, oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorligimiz yo'lga qo'yilgan. Asosan oliy ta'lim muassasalaridan ham tanlab hamkorlik qilganmiz. Aynan bizning yo'nalishimizga to'g'ri keladigan oliy ta'lim muassasalarini tanlaganmiz. Misol uchun aytaman, Italiyaning O'zbekistondagi universiteti bor, Turin Politexnika universiteti. Bizning o'quvchilarimiz Turin Politexnika universitetiga to'g'ridan to'g'ri bizni sertifikatimiz bilan imtihonsiz qabul qilinishi mumkin. Bunaqa imkoniyat Koreyani Toshkentda ochilgan Akita universitetiga ham xuddi shunday IT yo'nalishiga bizni sertifikatimiz bilan hech qanaqa imtihonlarsiz to'g'ridan to'g'ri qabul qilinish imkoniyatlariga ega. Undan tashqari biz yaqinda Toshkentdagi Turin Politexnika universiteti bilan to'g'ridan to'g'ri hamkorlik asosida yangi kurs tashkil qilganmiz. Bu Foundation deyiladi xalqaro tajribada. Foundation Year kursi bo'yicha bolalar bizda 10 oy davomida matematika, fizika va ingliz tilini o'rganishadi. Matematika, fizikani ham ingliz tilida o'rganishadi. Ularni o'rganib bo'lishgandan keyin to'g'ridan to'g'ri imtihonga olib boramiz. Imtihonga bizni o'quvchilarimiz uchun alohida 5 marta imtihon qo'yib beriladi. Shu 5 ta imtihondan eng yuqori yiqqan bali bilan to'g'ridan to'g'ri birinchi kursdan emas, ikkinchi kursdan universitetga qabul qilinish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi misol uchun aytaman, siz maktabda 11-sinfda o'qiydigan bo'lsangiz, maktabni tamomlashingiz bilan xalqaro universitetda ikkinchi kursdan o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nega aynan Turin Politexnika universitetini tanlagansizlar deydigan bo'lsangiz, bu universitet xalqaro miqyosda top 300 talikda turadi. Masalan, bu universitetni bitirgan bolalarga, masalan, bitirib davlat tashkilotida ishlaydigan bo'lsangiz, prezidentimiz qarori bilan ustama qo'shib beriladi oyligiga. Undan tashqari biz o'quvchilarimizni tayyorlayotgan yo'nalishlarimiz bo'yicha dunyoda top 100 talikda turadi bu universitet. Aynan shuning uchun bu universitet bilan to'g'ridan to'g'ri hamkorlik qilganmiz va bu hamkorlik O'zbekiston bo'yicha faqat bizda bor. Bugungi kunda davlatimiz rahbari ilgari surayotgan har bir tashabbusning orqasida axborot texnologiyalari yotibdi-da. Deylik, korrupsiyani oldini olishda ham raqamlashtirish yoki turli xil sarsongarchiliklar, qog'ozbozliklarni oldini olishda ham raqamlashtirish. Umuman olganda bugun eng global mavzu bu raqamlashtirish va bu borada bugun bu yerda yetishib chiqayotgan mutaxassislar ertaning egalari deyish mumkin, to'g'rimi? Albatta, e'tibor bergan bo'lsangiz, muhtaram prezidentimiz aynan bizning sohaga, axborot texnologiyalari sohasiga juda ham qattiq ahamiyat qaratadi. Buni misolida biz ko'rishimiz mumkin. Startaplar uchun alohida Prezident Tech Award degan loyiha tashkil qilingan. Agar siz loyihangiz bilan u yerdan o'tadigan bo'lsangiz, 100 ming dollardan boshlab loyihangiz moliyalashtirishi mumkin. Yoki bo'lmasa ko'plab musobaqalar, mana 2026-yilga Toshkentda xalqaro IT olimpiadasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shunga o'xshagan katta ahamiyat qaratilib turgan sohaga biz shu sohada bo'lib turganimiz uchun iloji boricha yaxshi natijalar bilan o'zimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu birinchi natijalarimizda shuhrat medali yoki bo'lmasa Koreyadagi musobaqalar, hozirgi o'quvchilarimiz ulardan ancha kuchli. Raqobatchilarimiz ham xuddi shunday. Lekin bemalol bu o'quvchilarimiz bilan ham aytib o'tganingizdek yaxshi natijalarni ko'rsatib, hozirgi berilayotgan e'tiborga loyiq javob qaytara olamiz degan fikrdamiz. Yaqindagi rejalarimizda mana yozda Rossiyaning Kazan shahrida bo'lib o'tadigan robot texnika musobaqasiga tayyorgarlik ko'ryapmiz shu kichkintoylarimiz bilan. Undan tashqari o'zimizni IT jamoamiz bor. Shuni katta korxonaga aylantirib, shular bilan ham to'g'ridan to'g'ri loyihalar olishni ko'paytirmoqchimiz va o'zimiz Andijonda hali IT yo'nalishi bo'yicha musobaqalar tashkil qilinmagan.
Biz o'zimiz alohida ishlab chiqyapmiz. Andijonda IT yo'nalishi bo'yicha musobaqalar o'tkazishdi. Informatika yo'nalishida musobaqalar o'tkazilgan, injinering yo'nalishida musobaqalar o'tkazilgan. Aynan dasturlash, koding tomonlama hali hech qanaqa musobaqalar tashkillashtirilmagan. Hozir shuni tayyorlash, shuni amalga oshirish jarayonidamiz. Bugunga qadar ushbu markazni 1200 nafar o'quvchi tamomlagan bo'lsa, jamiyatga ana shuncha IT mutaxassislari kelib qo'shildi degani va tabiiyki ular kelgusida mamlakat taraqqiyotiga o'zining munosib hissalarini qo'shadi.